Salom bolalar, bugun sizlar bilan bir kunlik vlogimni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Mana uydan 2 soatlik damdan keyin dam olib chiqdik. Endi esa tog'amlarga ketamiz. Qani ketdik. Aytgancha tog'amlarga futbol va ko'plab shunaqa o'yinlar o'ynaymiz. Sizlarni zeriktirib qo'ymaymiz. Qani ketdik. Like bilan podpisatsiyani bosib qo'yinglar. Ko'chada vapshi qattiq shamol bo'lyapti. Shamolda ovozi montajda o'chib ketadi, lekin vapshi qattiq bo'lyapti shamol. Shu paytda men tog'achamga aytdim, nima qilasizlar deb so'rasam, futbol o'ynayapmiz dedi. Keyin esa kameraga olib kiraveraymi dedim. Yo'q, kameraga olma, bu yerda boshqa bolalar ham bor dedi. Lekin biz baribir o'sha ishni qilib kameraga olib kirdik. Buyog'ini videoning davomida ko'rib chiqasizlar. Videoga like bilan podpisatsiyani bosib qo'yishni unutmang. Davom ettiramiz. Mana futbol ham boshlandi. To'g'ri, bizda shahardagidek katta futbol poliyalarda emas, biz beda ekilgan joyda futbol o'ynadik. Chunki biz qishloqdamizda. Video oxirigacha ko'rib, like, podpiska bosib qo'yishdi. Esdan chiqarmang. Futbol o'ynayotgan joyimizni 2x tezlikda qilganman, chunki futbol o'ynayotgan joyimiz juda ham cho'zilib ketgan edi. Shuning uchun 2x tezlikgacha chiqarganman. Meni YouTube kanalimga esa haligacha 15 daqiqadan ko'p video qo'yish mumkin emas. Men kamerani yerga qo'yib videoni olganman, chunki menda operator yo'q. Shuning uchun ko'plab muammolari bor. Ya'ni telefon yerga tushib ketgan, ana tepani ko'rib, buyog'ini ko'rmaydi, yamab qolgan bo'lishi mumkin. Hozir masalan osmonni ko'ryapsizlar. Bu ham bir kamchilik. Boya yerga tushib ketgandi, bu ham bir kamchilik. Ishqilib vaqt o'tgan sayin YouTube kanalim sal rivojlangandan keyin operator olaman.
Soat abedga 2. Men esa boshqa joyga ketyapman. Bu videoni ertaga qo'yaman, chunki u yerdan juda ham kech qaytaman. Dia ada tangkal apa aja. Men uyga qaytyapman. Hozir uyga borib videoni montaj qilib va YouTube ga joylayman. Videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz rahmat. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xayr.